Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar yoki bo'lajak dizaynerlar. Bugun sizlar bilan ushbu ekraningizda ko'rgan infografik dizayningizni birgalikda qilib ko'ramiz. Ushbu darsligimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa yoki manfaatli bo'lgan bo'lsa, like hamda podpiska bilan bizni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolgan bo'lardik. Bizni yanada qo'llab-quvvatlash uchun kommentariylarda o'z fikringizni qoldiring. Kelasi darslarimiz qandaygina mavzularda bo'lishini, ya'ni ushbu dizaynga oid bo'lgan mavzularda bo'lishini eslatib qo'ysangiz, biz o'sha mavzuda video qilishga urinib ko'ramiz albatta o'rtoqlar. Hozir bo'lmasa darslikni boshladik. Xo'p. Birinchi qiladigan ishimiz Photoshop dasturini ochib olamiz. Photoshop dasturini ochganimizdan so'ng bu yerda ko'rib turganimizdek bizda bo'sh ekran turadi. Bo'sh ekranda biz ushbu o'ng tomonda mishkamiz turibdi. Ko'rsangiz, yangi layer ochamiz. Yangi layer ochganimizdan so'ng uni rangini belgilaymiz. Taxminiy ranglar kulrang bo'lishi kerak. Ya'ni ochiq kulrang bo'lsa, bu juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyin skоворodkamizni qo'yamiz. Ushbu skоворodkamiz taxminiy joylashishi bu dizayn o'rtarog'ida joylashishi kerak albatta, infografik dizaynimizni. Hamda yangi ellips toolni ochib olamiz. Ellips toolni ochish uchun stroke qismini 0 qilamiz, asosiy qismini esa bo'rttiramiz. Rangini esa to'q qizil qilganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Hamda to'q qizil qilganimizdan so'ng ellipsni convert to smart object aylantiramiz. Smart object ichiga kiramiz. Kirganimizdan so'ng yana yangi ellips hosil qilamiz. Buning uchun yangi layer qo'shib bitta ellipsimizni bo'rttiramiz, ya'ni kattalashtiramiz. Stroke qismini bo'rttiramiz, asosiy qismini esa yo'q qilib qo'yamiz, ya'ni rangsiz qilib qo'ysak, mana shunday effekt bizda hosil bo'ladi. Buni razmerlarini shunday moslaymiz. Hamda yana bitta yangi ellips paydo qilamiz. Buning uchun tepada ko'rib turganingiz shape-ni pezga o'zgartiramiz, ya'ni pazga o'zgartiramiz. Hamda razmerini ushbu aniqamiz sirklimizni to'g'rilaymiz. Bundan qilishimizdan maqsad bu yerga hozir biz tekst yozamiz. Tekstni ustiga bosib, ushbu sirklga ham bosib o'tamiz. Bosib o'tganimizdan so'ng taxminiy tekst yozamiz. Bu tekstning nomi masalan metallический korpus bo'ladi. Ya'ni korpusimiz metalldan bo'lgani uchun ushbu skоворodkamizni metallический korpus deb nomlaymiz. Hamda razmerlarini to'g'rilab olamiz buni. Razmerlarini taxminiy razmerlar bir 12, 11lar to'g'ri keladi. Ya'ni o'zingizga qarab ko'rasiz. Ushbu tekstimizni kopirovat qilib olamiz. Ya'ni ushbu aylana bo'ylab moslaymiz, aylantiramiz. Mana shunday aylantirganimizdan so'ng oraliqlarga yetib bordik. Oraliqlar iloji boricha bitta bir xil uzoqlikda masofada bo'lishi kerak. Hamda asosiy dumalog'imizni, sirklimizni gradient orqali, overlay orqali to'g'rilab olamiz. Hozir gradient overlayning kodlarini sizga joylashtirib qo'yaman ekranga. Ko'rganingizdek shu kodlar bilan amalga oshirishingiz kerak. Xo'sh, endi va ushbu ranglarni ham qo'yib qo'ydim. Mana kodlari bilan ko'rishingiz mumkin. Mana shunday qilib moslashtiramiz. Ya'ni bundan maqsad metal shakliga keltirish bo'ladi. Metal shakliga keltirib olganimizdan so'ng chiqamiz bu yerdan. Hamda Ctrl T ni bosamiz va to'g'rilaymiz. Mishani o'ng tarafini bosib perspektivaga bosamiz va perspektiva orqali ushbu sirklimizni tovamizga to'g'rilab olamiz. Tovamizni ham buni ham bir-biriga moslashtiramiz do'stlar. Va orqa fonimizga esa grunge effektini grunge brushdan foydalanib grunge effektini beramiz. Ya'ni bu orqani nima desa bo'ladi, attachmentoga o'xshab shunaqa effekt berishga foydalaniladi. Va tekst yozamiz, skavorod qilib ikkiga bo'lib olsak, yana ham kattaroq bo'rtib ko'rinadi. Tekstimiz odamlarga ko'proq tashlanadi. Va ushbu tekstimizni ham xuddi mana bu dumaloq sirklimizga o'xshab metallический formaga keltirib olamiz. Buning uchun oq bilan qorani, ya'ni to'q qora bilan sal kulrang sifat oqni bir-biriga chachishtirib, mana shunday effekt paydo qilamiz. Bu ham xuddi sirklimizga o'xshash effekt paydo qilinadi, bir-biriga o'xshab ketadi. Xo'p, ana endi esa Ctrl bosib turib, ushbu sirklimizga bossak, mana shu maydonni egallab oladi va grunjni faqatgina mana shu dumaloq sirklimizni o'ziga beramiz. Yaxlit dumaloq o'ziga beramiz. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, tanlamoqdamiz. O'sha kerakli
grunjni tanlab bo'lganimizdan so'ng kerakli grunjni ham tanlab bo'ldik. Endi bu donlariga chiqib ketganini ko'rishingiz mumkin. Donlari kichik dumalog'imizga chiqib ketganini ko'rishingiz mumkin. Buni o'chirish uchun esa ushbu tulimizdan, ya'ni lasso tooldan o'chirish tulimizdan foydalanamiz hamda buni o'chirib chiqamiz ketma-ket. Mana shunday qilib o'chirib chiqamiz. Detalli bo'lish uchun ko'zga chiroyli ko'rinadi. Bu ish tartibli bo'lganini ko'rsatadi anchagina. Ushbu o'chirib chiqishimiz orqali va o'chirib chiqqanimizdan so'ng endi nima ishlar qoldi yana? O'chirib chiqqanimizdan so'ng rectangle toolni olamiz va skorovorodkamizni ustiga qo'yamiz. Stroke'ni 0 qilib asosiy rangni bo'rttiramiz. Ranglar bir-biriga mutanosib bo'lishi uchun bunga ham metalik effekt beramiz. Metal effekt berishni o'rgatib qo'ydim. Xuddi o'shanaqa metal effektni berib, ushbu metal effektimizni rotate qilamiz. Va mana shunday effekt bizda paydo bo'ladi. Va bu yerga tekst yozamiz. Производство Россия. Rangini oq qilamiz. Va tekstni sal o'ngga qarab bo'rttiramiz. O'ngga qarab bo'rttirsak, mana shunday chiroyli tekst bizda paydo bo'ladi. Tepasiga ham xuddi shunaqa tekst qilamiz. Aytgancha do'stlar, tekstni bo'rttirish uchun, o'ngga surish uchun buni Smart Object aylantirib olib, Ctrl T ni bosib, perspektiv orqali shunday ko'rinishga keltirsanglar bo'ladi. Mana endi biz ko'rsatish uchun tovamizga Pero tool orqali bosamiz tovani. Pero toolga bosganimizdan so'ng ushbu stroke effektini beramiz va Ctrl T ni bosish orqali destroy qilamiz. Ushbu destroy qilsak, mana shunday burish mumkin. Burish bizga osonroq bo'ladi. Ushbu ko'rsatkich stroke'imizni, liniyamizni va ushbu liniyamizga ko'rsatish, cho'chakni chiqarishimiz uchun biz birinchi tekst yozib olar ekanmiz albatta. Mayli, fiksirovanniy ruchka. Ushbu tekstimizni rangini oq qilyapmiz. Yo'q, rangini metallik sifat qizil qilar ekanmiz. Burada ko'rib turishingiz mumkin. Va joylashtiramiz, obyektlarni bir-biriga moslashtiramiz. Hamda ushbu tooldan circle tooldan foydalanib dumalog'imizni chizib olamiz. Birinchi qavatiga yaxlit o'zi, ikkinchi qavatiga stroke orqali beramiz ushbu effektimizni. Taxminan 3 piksellar bo'lsa, menimcha yetadi. Hamda ushbu metallik effektimizni gradient tool orqali beramiz. Yana qaytarib o'taman do'stlar, eslatish uchun. Va ushbu gradient toolimizni oldiga tekstlar qo'yamiz. Va gradient tool va tekstlarni bir-biriga moslashtirib chiqamiz do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Va ushbu dizaynimiz deyarli bitib qoldi. Ko'zga ko'rgan kamchiliklarni to'g'rilab chiqyapmiz bu yerda. Grunj tool'lari foydalanib, masalan, tepalik yorug'lik beramiz endi. Rasmimiz sochli chiqish uchun tepaga bitta layer tashlab, brush tool bilan oddiy oq rasmni qo'yaman va soft light keltirsam, bizda mana shunday effekt kelib chiqadi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Buni kengaytiramiz, yorug'likni cho'zamiz. Ana endi esa ushbu tovamizning ichiga uning razmerlarini yozamiz. Bu razmerlarni yozishimiz uchun bizga albatta yana bir bor ellips tool kerak bo'ladi. Ellips toolni cho'zamiz. Ko'rishingiz mumkin. Stroke qismini taxminan bir necha piksellar qilamiz. Taxminiy piksellarimiz 4 piksellar qilar ekanmiz. Va buni ham o'sha perspektiv destroy effekt orqali to'g'rilab chiqsak bo'ladi. Va Ctrl T ni bosish orqali ushbu effektimizni kesib olishimiz kerak bo'ladi o'rtasidan. Buning uchun lasso tooldan foydalanamiz. Lasso tool orqali ellipsimizni o'rtasidan belgilaymiz. Va lasso tooldan belgilab bo'lgandan so'ng o'chirgich orqali ushbu obyektni ustiga bosamiz va o'chiramiz. Ushbu qismimizni ajratishdan maqsad tovamizning diametrini qanchalik ifodalab berish bo'ladi. Hamda bu yerda uch burchagimizni ushbu 4 ta burchagimizga qo'yib chiqamiz. Ya'ni ellipsni 4 ta burchaga qo'yib chiqamiz.
Xo'sh. Qo'yib chiqqanimizdan so'ng biz bu yerga 24, 26 hamda 28 santimetrli razmerlar biz yozamiz. Hamda ushbu shriftimiz esa Montserrat shrifti. Montserrat shriftini bold sinfiga kiradi va ushbu shriftimizni moslashtiramiz. Tovamizning ichiga ko'rib turganingizdek rotate orqali ushbu shriftimizni buramiz. Xo'p, shriftlar bo'lgandan so'ng endigi navbat esa tovonning yorug'liklari bilan ishlashga keldi o'rtoqlar. Tovaga yorug'lik berish uchun exposure effektidan foydalanamiz. Exposure effektini tovaga berish uchun tepa qismlarga asosan yorug'lik tushayotgan qismlarga berib chiqamiz. Unutmasligimiz kerakki, metal qismlarga ko'proq berishimiz kerak. Bu narsa tovani realistik chiqishi uchun bizga ishlab beradi. Ko'rishingiz mumkin. Deyarli dizaynimiz bitib qoldi o'rtoqlar. O'rtoqlar, agar ushbu videomiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Qanchalik manfaatli bo'lganini qoldiring o'rtoqlar. Ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, podpiska bosib qo'ying o'rtoqlar. Agarda ushbu dizaynni siz ham qaytarib ko'rmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizda ishoding fayllarni tashlab qo'yamiz. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, hech kimga yozib borsangiz, men sizga o'zim iloji boricha qo'ldan kelguncha tushuntirib o'taman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.